Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston kuzatuvchilari. O'tayotgan kuningiz xayr va barakatli bo'lsin. Chuqursoyda yangi ochilayotgan do'konimizni qisqacha video obzorini qilib bermoqchimiz. Bu do'konimiz Chuqursoy 5 etajli zdaniyani birinchi qavatida joylashgan. O'rtada tarsovoy do'kon. Do'konimizda asosan dush kabina bilan jakuzilarni qo'yganmiz. Masjidda o'zida 20 xildan oshuv dush kabinalarimiz bor. 80 ga 80 dan boshlanadi. 1,5 ga 1,5 gacha dush kabinalarimiz bor. Undan tashqari didiliga mos qilib narxi arzoni, qimmatrog'i, chuqur paddoni, past paddonlardan hammasidan bor. Bizdan dush kabina olgan mijozlarimiz, jakuzi olgan mijozlarimiz bilishadi, sifat hech qachon uyaltirmaydi. Bu do'konimizga asosan eksklyuzivniy jakuzilarimizni qo'yganmiz. Shu eng neobichnilari. Xudo xolisa olsanglar bitta sizlarda bo'ladigan variant, xudo xolisa. Bunaqa dumaloq variantlarimizdan ham kelgan. Oranjliga oq tilla kombinatsiya qilingan, juda ham chiroyli variant. Hammanglarni do'konlarimizda kutib qolamiz. Xudo xolisa 1-2 kunda ochamiz. Chiroyli qilib, xudo xolisa hamma mollarimizni tiqamiz. Kelsanglar xursand bo'lamiz. Hammanglarni kutib qolamiz. Rahmat.